Assalomu alaykum do'stlarim. Biz tomonlarda ari ham chaqolmaydigan mesh bilan yo'g'e nonpolvon Xurramboy paydo bo'libdi. Arilarni ushlab olib, terisini sinab ko'ryapti. Bu teri ham eshakni terisidan sal-pal yumshoq demasa, deyarli farqi yo'q. Eshakni terisi nima, bu Xurramboyning barmog'ini terisi nima? Xurramboy, barmog'ingni kallasidan choqtiryapsan. Buni kallasi boyag'ini kallasiga o'xshab ishib qolmasin, qara lekin. Ajratolmay qolma. Ari lekin biz tomonlarda buni govzambir deydi. Bu govzambir bir itarsa yomon itarib qo'yadi. Xurramboy, teringga ko'p ishonma. Hozir ko'rasan. Buni endi nonpolvon deylikmi, meshpolvon deylikmi? Hozir natijasini qarada endi sen. Xurram. Seni anavi go'mish kallangga qo'yam. Bugun ko'rib qoldim. Zambir bilan ham o'ynashasan sen.